Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Alfa va men ertalabdan kayfiyatim juda ham a'lo. Sababi menda yetarlicha pul bor. Ertaga bozorga borib kiyim sotib olishga. Kiyimimda qaranglar qanday eskirib, dabdalasi chiqib ketgan. Tashqarida nima gaplar ekan? Qishloqda hammasi yaxshimi? Bu yana nima balo bo'ldi? Do'stlar, qishloqda bunday achkan bino paydo bo'lib qolgani qandaydir g'alati, yana bedrockdan qaranglar, butun boshli bedrockdan o'ralgan ekan. Kim qildi ekan buni? Va yana mana komanda blok nima qilar ekan? Juda ham qiziqib ketyapman. Lekin bu bosish xavfli. Mayli, sizlar bilan kelishaylik. Agar uchgasanimcha kimdir like bo'lsa, men shu komanda blokni bosaman. 1 2 3. Ha, kimdir like bo'lsa, demak men bu komanda blokni bosaman. Va men bu bedrockni ichiga tushib qoldim. Vayda, nimaga like bosasizlar? Men bedrockni ichiga tushib qoldim. Endi bu yerdan qanday chiqaman? Bu yerda endi o'rganish kerak. Bu yerda lavani ovozi eshitilyapti. Ha, lava. Bu yerda yotoq nimaga? Va bu yerda teshik ichida sandiqni ichida esa bir gala bu qayiqlar. Bular orqali men nima qilishni bilaman. Qayiq orqali sakrab speedrunnerlik qilib bu lavani ustidan o'tishim kerak. Birgina xato va men ketdim. Birinchisidan ustidan o'tdim. Ikkinchisidan ham o'toldim. Do'stlar, qanday qo'llarim qaltirab ketyapti bu. Uchinchisidan ham mana ustidan o'tdim va bu yerda ikkita yo'lak bor ekan. Qaysi biridan boray? Bunisidan mayli, bunisidan boramiz. Chap tarafda o'zi odatda tanlamayman, lekin mayli, bu safar chap taraf tanlaymiz. Menimcha shu oxirgisi bo'lsa kerak. Va 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 yondim, hozir o'laman. Va bu yerda sehrlangan oltin olma bor ekan. Oldik, yeymiz. Yeyishga ulgurdim. Sal qolsa o'lib ketar edim. Bekorga. Va bu yerda yana bitta bor ekan va men endi menimcha bu qayiqlar kerak emas boshqa. Shuning uchun ham bu qayiqlarni biz lavaga tashlab yuboramiz. Nima kerak boshqa bular? Va yana men endi bu eshikdan qanday qilib chiqaman? Temir eshikni ocholmayman-ku. Bu yerda dastak. Bu dastak bilan endi bu eshikni ochamiz va bu xonada nimalar borligini o'rganib chiqamiz. Qoni bu yerlarda snayper. Avval lava, endi snayper. Do'stlar, bu snayperni qaranglar, men kimdir o'ldirishim kerak. Men lekin tug'ma snayper emasman. Balkim o'tib ko'rarman, kim biladi. Xo'sh, bu yerda biz endi nima qilishimiz kerak bilmadim. Ana yerda golem ko'ryapman. Menimcha bu snayper nima berilganligini tushundim. Men mana shu golemni otishim kerak. Golemni otgandan keyin nima qilaman bilmadim. Mayli, shu snayperni golemni otib ko'raychi. Qoni golem menga bitta qara, lekin bu ishni o'z xohishim bilan qilayotganim yo'q. Shuni o'ylab, sen siqilmasdan bitta o'q ye. Qoni ikkita o'q ye. Bo'ldi, golem hal bo'ldi. Undan tutunlar chiqdi. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Mana bu yerda sandiq, voronka. Qoni buni ichida nima bor ekan? Bunun ichiga temirlar tushyapti. 1 2 3 4 ta temir. 4 ta temir ham bor. Endi bu 4 ta temirdan nimadir yasash kerak. Men sizga mana tugma yasayman. Bu yerdan chiqishda menimcha yagona yo'li shu bo'lsa kerak. Bu tugmani esa bu yerga qo'yamiz va chiqib ketamiz. Buni esa mayli, tashlab ketamiz. Xo'sh, endi bu xonani o'rganamiz. Bu yerda nishon bor ekan. Bu pastida esa dispenser bor. Bu yerda sehrlangan kitob. Qanaqa sehrloyatli qildi. O'tsa qaytib kelayotgan buni trident ko'rinishi kerak. Demak, menga trident kerak. Tridentni endi qayerdan olaman? Mana hammasi shu yerda ekan, faqat qayerlargadir qo'yilgan ekan. Lekin bu sehrni bu tridentga birlashtirish uchun menga anvil kerak. Anvilni endi qayerdan olaman? Qayerdan topaman men anvilni? Bu temirlar ham yetmaydi-ku. Ля ты крыса, Qaranglar, bu anvilni qanday bir ustamonlikka yashab qo'yishdi. Bedrockka anvil bilinmasligini bilib tridentga endi bu sehrni o'rnatib ko'raylik. Menimcha daraja yetishmadi.
Bu yerda esa daraja idishlari bor ham. Daraja idishlari bor ekan. Endi esa bularni o'zimizga tashlaymiz va bizda 10-daraja. Endi esa bu tridentga sehrli qo'ylaymiz. Faqat tridentning nomi emas, 3 ayril nayza deb nomlab qo'yamiz. Menimcha bu ancha chiroyliroq ko'rinadi. Endi esa ana nishonga tekkizishimiz kerak. Menimcha bittaga tekkiz olmasam kerak. Yo'q, bir tekkizdim yo'q, tekkizmadimmi? Ammo bu savolga aniq tekkizdim. Va mana bizga bu yerda dastak ham tushdi qolib. Mana dastak. Buni shu yerdan qolib yetmaskanmi? Yo'q, yetmaskan. Afsus. Qoni snayper bilan otib ko'ramiz. Buni qaranglar, men tug'ma snayperchiga ekanman. O'rtasiga tekkizdim. Va endi bu eshikni ochamiz. Qoni bu yerda nima gaplar ekan? Bu yerda ham komandni blok va bunisini ham bosamiz va biz parkur xonadamiz. Parkurda, lekin men parkurlarni juda yaxshi ko'raman, borku, ishonsanlar. Bu yerdan bir 5 minutga o'tib tashlayman. Ishonmaysizlar, 5 minutdan vaqt ketmaydi. Men parkur qaranglar, oson parkur bu 3 bloklik parkurlardan. Lekin jun nimaga ekan bilmadim. Va bu yerda sliz nimaga? Sliz nimaga debman. Sliz bu sakrash uchun-da. Nima uchun bo'ladi? Bu yerdan sakraymiz va bu yerdan yugurmasdan shunday sakrab o'tib ketsam bo'lar. Lekin men ehtiyotkorlik bilan o'taman. Sababi pastga yiqilib ketishni umuman xohlamayman. Endi bu sliz ustiga chiqamiz. Pastda dastak bor ekan, tepada ham sliz bor. Endi bu slizga ham chiqamiz va buni bosamiz. Endi qoni bu yerlarda nimalar borligini o'rganish kerak, lekin ehtiyotkorlik bilan tushish kerak. Bu yerda dispenser, ehtiyotkorlik bilan tushgan agar hozir pastga yiqilib ketsam yana shuncha joydan boshqatdan qaytib kelishga to'g'ri keladi. Va qo'limizdagi tridentni menimcha ana nishonga tekkizishga qaranglar. Ayyorligini qaranglarda. Bu yerda kamon bilan o'q qo'yibdi. Buni qaranglar. Tayyor yo'lak va dastak ham bor ekan. O'zi dastak tushishi aniq edi-da-yu. Va biz menimcha bu yerda bedrockli xonasini tugatdik. Va bu yerda komandli blok va kitob. Bu kitobda esa kim bizga bunday tuzoq qo'yganini, to'g'ri, kim bizni bunday sinovlarga duch keltirganini bilamiz. Va sen endi ozodsan, lekin o'zingga ehtiyot bo'l. Do'stlar, kim bunday qilgan bo'lishi mumkin? Kim bo'lsa ham endi biz ehtiyotkorlik va hushyorlikni qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Chunki deganda hozir oramizda xo'yin borga o'xshaydi. Bu xo'yinni esa men topishim kerak. Sababi u qo'lidan xohlagan narsa kelganishi mumkin va bu tugmamcha ortga teleport qiladi. Bu ortga teleport qildi. Do'stlar, sizlardan bittagina iltimosim bor. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Biz sizga 100 ta obunachiga ega bo'lishimiz kerak. Va videoga like bosish ham umuman esdan chiqmasin. Buni esa hisob qo'yaman va men endi ehtiyotkorlik bilan harakat qilishim kerak. Chunki bular meni yana bedrockga qamab qo'yishi mumkin. Men esa bu tuzoqlardan boshqa o'tishni xohlamayman. Sizlar bilan Alfa bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.